Xitoyning irqiy qirg'inchiligi shiddat bilan davom qilyapti. Uyg'urlarning G'o'lji qatorliq shaharlarda ig'ir bostirish, osh qo'yib o'ldirish siyosati davom qilyapti. Butun dunyo Uyg'urlari g'azab nafratda harakatlanyapti. Xi Jinping Samarqandda Xitoy qurgan Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'iniga qatnashish uchun bordi. Bu yerda O'zbekiston davlat marosimi o'tkazib, Xi Jinping va hamrohlarini naqshsaz usul samolar bilan kutib oldi. O'zbekiston prezidenti Xi Jinpingga eng oliy do'stlik mukofoti medali taqdim qildi. Atalmış qarindosh millatlarning bu harakati Uyg'urlarning kuchli hazvini qo'zg'adi. Germaniyadagi Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi Turkiy davlatlarining rahbarlarining Xitoyning irqiy qirg'inchiligini ayblashning o'rniga Xi Jinpingga medal taqdim qilishini aybladi. Turkiyadagi Yangidan Refah partiyasining raisi Fatih Erbakanmi Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoyning yaqindan buyon G'o'lji qatorliq shaharlarda karantina bahonasi bilan Uyg'urlarni osh qo'yayotganligiga norozilik bildirdi. O, Reis Erdo'g'anni Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'inida Xitoyga zulmni to'xtatish uchun ochiq pozitsiya bildirishga chaqiramiz dedi. Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq raisi Uyg'urlarning ma'naviy onasi Robiya Qodirxonim bayonot e'lon qilib, Uyg'urlarni umumiy xalq bo'yicha harakatga o'tishga chaqirdi. Robiya Qodirxonim bo'libmi yoshlar va ayollarning bu kurashdagi rolini muayyanlashtirdi va Xitoyning atalmış karantina bahonasi bilan uylariga qamalganligi sababli ziroatlari ziyonga uchirgan dehqonlarga yordam berish yo'llari ustida izlanish kerakligini ta'kidladi. Xitoy vakillarining ayol podshoh Elizabetning meyit saqlash uyiga kirish cheklandi. Angliya yerlik taratqularning xabar qilishicha, ayol podshoh Elizabetning meyiti saqlangan Westminster zaliga yetib kelgan Xitoy elchixonasining bir guruhi vakillari Angliya Avom palatasi boshlig'i Graf Lindesi tarafidan to'sib qilingan. Taratqularning xabar qilishicha, Xitoy vakillarining to'sib qilinishini Xitoy tarafining Uyg'ur masalasi sababli Angliyaning 7 nafar parlament a'zosiga jazo e'lon qilganligi bilan munosabatli ekan. O'tgan yili Angliya Uyg'urlarni bostirishga qatnashgan bir qism Xitoy amaldorlariga embargo yurgizgandan keyin Xitoymi buningga qarshi holda 9 nafar Angliyalikka embargo yurgizgan. Xitoy doiralari Amerikaning Tayvanga 1 milliard 100 million dollarlik qurol-yarog' setishida nesivisi bor ichki mudofaa va Osiyo olam qatnashi shirkatining boshqaruvchilariga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Beijingda o'tkazilgan muxbirlarning kutilish yig'inida Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ma Ming, Xitoy hukumatining Raytheonning raisi va bosh ijroiya amaldori Greg Mice va Boeing mudofaa shirkatining raisi va bosh ijroiya amaldori Tim Colbertga jazo yurgizishni qaror qilganligini e'lon qildi. Xitoy tashviqot organi Tangirtog' to'rining 12 sentabrdagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi ko'mir boylig'ini sirtqa to'shib, Xitoyning navbatdagi muhim ehtiyojini qondirishni planlagan bo'lib, Sharq Turkistonning ko'mirini tosh yo'lda to'shishni temir yo'lda to'shishga o'zgartgan. Xabarda qayd qilinishicha, Yihua konchilik shirkati Xitoyni ta'minlashga kafolatlik qilish uchun kundalik o'ttirchi ko'mir ishlab chiqarish miqdorini 90 ming tonnadan oshirgan. Navbatda mazkur shirkat yiliga 30 million tonna ko'mir qazadigan bo'lib, bu yilning 5idan hozirga qadar 19 million tonnadan ortiq ko'mir qazib bo'lgan. Xitoydagi eng chong telegraf tijoratchisi bo'lgan Xitoy telegrafining Xunan Changsadagi markazida o't ofati yuz berdi. Ma'lum bo'lishicha, egiz binoda g'oyat zo'r o't ofati yuz berganlikdan binoning necha 10 qavati o't yalqiniga cho'kib, qo'yib istitak atrofga tarqalgan. Navbatda o't ofatining sababini tekshirayotganligi bildirildi.